Assalomu alaykum. Yine bu safar alüminyum ramlarni yig'ib boshladik. Zamok joylarini açıp taxlaştırıp stanogimizda o'yib taxlab oldik buni. Qulluq joylarini. Keyin bizda boshqa nelarga qaraganda stanogimizda alüminyum profillarni kesganda sovutish tizimi nesi bor? Yağ so'yib turadi. Bu degani vaqt o'tib profilni quruq reysga bo'lganda, stanogimiz quruq reysga bo'lganda bu kraskani kuydirib netadi. Vaqt o'tib korroziya mesela bu rangini ishdan chiqishini olib keladi vaqt o'tib shularni. Vaqt o'tib ko'p ramlarda ishlab qo'ymish. Bu hammom banilarga qo'yganda bu korroziya bo'lishi oldin oladi bu. Şimdi alüminyum eshiklar, boshqalar yig'ish kemasi sifatliroq eshiklar kerak bo'lsa murojaat etaverasizlar. Bizda buyurtmalar oz, nima deganda akvani hamma narsasini to'liq akvani o'zini yeganga baholar qimmat chiqadi hamma narsamiz. Hatto samarezlar ham original akvani o'ziniki bu. Ko'p narada e'tibor etgan bo'lsangiz, shunday bunday samarez urilmaydi. Ama shu uch samarezdan foydalanadilar buni. Mümkün emas. O'zini samarezi zamarga o'xshagan bo'ladi buni. Tutish narsa ko'proq bo'ladi. Bilan buni farqi bor boshqacha. Kimdir sifatli ishlar kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar.